Dubayga endi kelganimda Dubayda qanaqa ish topish bo'yicha videolar olgandim va hozir yana shu haqida video olmoqchiman. Unda men endi Dubayga kelgan edim va ish topganimdan xursand bo'lib, boshqalarga qanaqa topish yo'lini ko'rsatib video olgandim. Endi bo'lsa Dubayda 3 yil yashab, boshidan o'zim endi qanaqa fikrim bor, shuni aytmoqchiman. Qisqacha aytganda, agar sizlar realniy qanaqadir spetsialist, yaxshi, например, videograf, fotograf, aytishnik, nimadir hamda kuchli bo'lsangiz, kelib shu narsa joyda shu ishni qidirsa bo'ladi, topsa bo'ladi, zo'r ishlasa bo'ladi. Agar prosta hech narsa bilmay, O'zbekistonda ham ishlamasdan turib, bu yoqqa kelib ishlab bormoqchi bo'lsangiz, bu juda ham qiyin. Nimaga aytyapman? Bu endi motivatsiyani tushirish emas, bu byudjetlarni saqlash jihatdan aytmoqchi bo'lgan gapim. Ya'ni ko'plar pul bilan keladi, uyga to'laydi, samolyotga, bu yoqda yeb icharga ketib qoladi puli, ish topolmay qaytib ketadi. Bunaqa vaziyatlarni juda ham ko'p ko'rganman. Va qancha odam kelib o'zi ishlashga kelib turib, yana pul ketkazib, ish topolmay qaytib ketganlarni ko'rganman. Shunga kelishdan oldin sizlar bu narsani sezishingiz kerak, o'zingizga uverin bo'lishingiz kerak, ish topasizlarmi, yo'qmi? Ish bozorida men kerakmanmi, yo'qmi degan savolga javob berib, keyin kelish kerak deb o'ylayman. Men kelganimda sotuvda ishlaganman, Dubai Mallda. Do'konda 1 oy ishladim. Tushundim, что Dubayda yoki o'zingizlar nimadir ish qilishingiz kerak, o'zingizga ishlab. Shu aytganimdek, например, nimaga videograf dedim? Yaqinda bitta tanishim keldi, yaxshi videolar olardi. Bu yerda ham o'zini ko'rsatib, zo'r har xil kompaniyalarga reklamni videolar olib, yaxshi pul topishni boshladi. Chunki o'zi shunga ishonib, uverini kelgan edi. Bu prosta misol. Videografdan tashqari любой boshqa ishda ham bu narsani qilib ketsa bo'ladi. Jahongir Ortiqxo'jayev aka aytganlaridek, Buxankadan ham milliarder bo'lib ketsa bo'ladi deganlaridek. Parikmakermi, oshpazmi, agar bu narsada rostdan kuchli spetsialist deb bilsa, odam kelsa bo'ladi deb o'ylayman. Lekin men bo'lsa, hech qanaqa spetsialist bo'lmasdan turib kelganman. O'shanga eng oddiy ish topganman, sotuvchi. Sotuvchi, ofitsiant ataylik, bu oddiy ish hisoblanadi. Lekin shundan hamma boshlaydi. Men lekin 1 oy ishlaganman, tushunganimda, что u yoqda o'sish juda ham ko'p vaqt oladi va qiyin bo'lishini men ketib turizm sohasida ishlashni boshlaganman. Xudoga shukr, turizm sohasida ancha ko'proq imkoniyatlar bor, lekin bu yoqda ham juda ham katta raqobat va ko'p narsa bilish kerak. Например, tillar, rus tili, ingliz tili hammasini yaxshi bilsa, bu sohada ham kuchaysa bo'ladi. Bu meni tarixim. Boshqalarda boshqa yo'nalishlarda kuchayib ketishganlar bor. Shunga yana video olgim keldi YouTube kanalimga. Hozir men Palma orolida o'tiribman. Juda ham chiroyli shaharda bunaqa binolarni ko'rganda odam rostdan ham shunaqa katta kuchli shaharga kelib o'zini sinab ko'rgisi keladi. Ko'pincha imенно shu joyga kelib o'tirishni yaxshi ko'raman. Orqada katta binolarning orqasida, oldida qanaqadir motivatsiya oladi odam. Bunaqa katta shaharda ishlab, pul topib, O'zbekistonga yuborib yoki dalshi bu yoqda rivojlanib qilish uchun. Shunga shunaqa maslahat. Dubay 2026-yil iyun, yoz, juda ham issiq, lekin unchalik emas. Mana o'tirsa bo'ladi kech payt. Ertalablari ham normalniy bo'ladi havo.